O'zbekiston shaxmat federatsiyasi 2025-yilgi Fight Jahon Kubogi g'olibi Javohir Sindorovni yilning eng yaxshi shaxmatchisi deb e'lon qildi. Bu haqida federatsiyada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilingan. Ammo qachonlardir aynan shu federatsiya aynan Javohir Sindorovni noshukrlikda ayblagani, Sindorov esa mamlakatdagi shaxmat vaziyatini o'g'layman deb yomon ko'rinmagan odami qolmaganini bilasizmi? Shaxmat federatsiyasi tomonidan taqdirlash marosimi bo'ldi. U yerga men va jamoadoshim Sapparov Sitora hattoki chaqirilmagandik. Sababini surishtirsak, bizga aytib ham ketishmadi. Shaxmat bugun O'zbekistonning sharafini ko'klarga ko'tarayotgan eng oldi sport turi. Ammo bu sport turining O'zbekistondagi ahamiyati 2021-yilgacha unchalik sezilmasdi. 2021-yilgacha o'zbekistonliklar Rustam Qosimjonovdan boshqa birorta shaxmatchini deyarli tanimas edi. Xo'sh, unda qanday qilib bu sport turi bugungi kunga kelib trendga aylandi? Bularning bariga Javohir Sindorovning to'g'ri va qattiq tanqidi sabab desam ishonasiz. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi va shaxmatchilar o'rtasidagi nizo avj olmoqda. Javohir Sindorov ham federatsiyadagi taqiqlar va e'tiborsizlikni tanqid qildi. 9-10 ta musobaqalarni chet el safarlarida o'tkazishimga to'g'ri kelgan va bularning hammasi oilamiz tomonidan qoplangan. Menga shaxmat federatsiyasi tomonidan hech qanday e'tibor berilgani yo'q. O'sha paytlari Aziz Abduhakimov raisligidagi O'zbekiston shaxmat federatsiyasi otli idora o'zining birinchi o'rinbosari Husan Turdialiyev direktorlik qiladigan MCJga salkam 2 milliard so'm pulni beg'araz o'tkazib beradigan, el tanimas rahbarlari esa qimmatbaho mashinalarda yurib, xorijda O'zbekiston sharafini himoya qiladigan sportchilarning yo'lkirasi ham to'lanmaydigan davr edi. Sindorovning o'sha payti O'zbekiston shaxmat federatsiyasini keskin tanqid qilgani mamlakatda bu sport turiga bo'lgan e'tiborni tubdan o'zgartirib yubordi. Javohir Sindorov 11 yoshida xalqaro usta nomini olgan, 12 yoshida esa jahonning eng yosh grossmeysteriga aylangan. Ammo bunday natijalarga erishish u va uning oilasidan katta tayyorgarlik va xarajatlarni talab qilgandi. Bobosi Komil Sindorov Javohir va uning 2 yosh kichik ukasi Islomjonni shaxmat sohasida yutuqqa erishishi uchun bor imkonini ishga solgan. Islombek sizda H6. Филаштор. Ж5. Отрывись. Аж. Филаштор. Piyoda 7. hozir vaziyat qanday? Kim oldinda ketyapti? Men. Ot Sator. Satorda slonin turibdi. Ot Buch. Piyoda Saba. Bu setorda buni fili turganini qayerdan bildik ana? Ammo ikki kishining safarlarga chiqishi, tinimsiz tayyorgarlik mashg'ulotlarida qatnashishi uchun xarajatlarni ko'tarish oila uchun albatta og'irlik qiladi. Aslida bu xarajatlar O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan qoplanishi kerak bo'lsa-da, bu federatsiyaning cho'ntagidan bir tiyin chiqavermagach, Javohirning ukasi Islomjon Sindorov shaxmatdan voz kechishga majbur bo'ladi. Mening o'zim tug'ishgan ukam Islombek Sindarov 2 karra jahon chempioni, 6 karra Osiyo chempioni bo'lishiga qaramasdan e'tiborsizlik sabab shaxmat olamini erta tark etishga majbur bo'ldi. Oilaning bor imkoni, puli Javohirgagina yetardi xolos. Javohir esa oila xarajatlarini oqladi. Vengriya poytaxti Budapesht shahrida bo'lib o'tgan First Saturday GM xalqaro turnirida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shundan so'ng unga o'sha paytdagi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 3 xonali kvartira sovg'a qildi. Shunda ham federatsiya emas, berilgan uy esa o'sha xarajatlarni qoplagan bo'lsa-da, Islomjonni shaxmatga qaytarish uchun yetarli bo'lmadi. 2021-yilda Javohir O'zbekiston shaxmat federatsiyasini yosh shaxmatchilarga hech qanday yordam bermayotganini aytib, birinchilardan bo'lib gapirib chiqa boshladi. 2019-yil jahon chempionatiga yuborildik. Men Yoqubboyev Nodirbek va Humoyunbek Muratov omon va umida jahon chempionligini qo'lga kiritdik. Albatta, bu natijadan keyin ham O'zbekistonda juda ham tantanali ravishda kutib olishdi. Lekin taqdirlash marosimiga yana chaqirilmadim. Ikkinchi marta. Lekin men ham jahon chempioni bo'lganman. Sababini surishtirsak, men akademiya o'quvchi emas ekanligimni aytib ketishdi.
Ukamni karyerasi tugatish sabab meni shu oilam, a'zolarim, sponsorim faqat meni qo'llab-quvvatlashdi. Ular islom uchun mablag' topa olishmadi va islom ko'p musobaqalardan qolib ketdi. Mana shu paytgacha 10 yil davomidagi karyeramda men federatsiya tomonidan hech qaysi musobaqalarga yuborilmaganman. O'zim jahon chempioni kelganda menga homiylar qiziqish boshlagan va oila a'zolarimni qo'llab-quvvatlashi, homiylarim turnirga yuborilishi bilan men mana shu yuksak darajali natijalarga erishdim. Lekin qolganlarda imkoniyat bo'lmasa mana shu musobaqalarga borishga, ular qanday mana shu darajalarga erishadi? Lekin men bilaman, agar ular musobaqaga chiqsa, ular hattoki mendan ham kuchli bo'lib ketishi mumkin. O'zi akangni yutganmisan? Yana javob bersa ham. Lekin O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati uning bu tanqidini doimiy ravishda tan olmay kelgan. Federatsiya matbuot kotibi 2021-yil 12-yanvar kuni Sindorovga javob berar ekan, biz oltin baliqchi emasmiz degan va shu paytgacha Sindorov nomiga berilgan 16 million so'm pulni ro'kash qilib, uni noshukrlikda ayblagan. Javohir Sindorov o'zini intervyusida, o'sha video murojaatida federatsiya menga bir tiyin bermagan degan masalani ko'targan. O'sha kecha biz bu yerda murojaatimizni ham ko'rsatib o'tdik. Buni hujjatlari ham turibdi, moliya buxgalteriya hujjatlari, o'sha olimpiadadan qaytgan kuniyoq matbuot anjumani o'tkazib, uni video lavhalargacha turibdi. 4 million so'm miqdorida imkon darajasida harakat qilingan. O'sha har bir chempionatda imkon qadar, misol uchun kichkina summa bo'lishi mumkin, lekin imkon qadar harakat qilingan, rag'batlantirishga. Ammo shaxmat federatsiyasidan norozi yagona sportchi faqat Sindorov emasdi. Avvalroq Gulruhbegim Tohirjonova federatsiyadagi qing'ir ishlardan qochib AQSh nomidan musobaqalarda qatnashishni boshlaganini ma'lum qilgandi. Gulruhbegim O'zbekiston fuqarosi ekani va faqat AQSh shaxmat federatsiyasi a'zosiga aylanganini, AQSh federatsiyasi barcha sharoitlarni yaratib berayotgani, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi esa Gulruhbegimning opalari Xulkar va Nafisani terma jamoadan chiqarib yuborish uchun bor imkoniyatini ishga solib erishganligini ma'lum qildi. Bundan tashqari federatsiya tomonidan bilishchilikka yo'l qo'yilayotganligi va moliyaviy qonunbuzarliklar, shunga o'xshash qator e'tirozlar keltirilgan edi. O'sha yili dunyoning eng yosh grossmeysterlardan biriga aylangan Javohir Sindorov ham Daryo saytiga bergan intervyusida agar bunaqa ishlar davom etaversa, federatsiyadan chiqib ketishini va boshqa davlat nomidan dona surishga majbur bo'lishini aytgandi. 2019-yil yozda biz Yoshlar ittifoqi bilan kelishgan holda o'zimning Sindarov Javohir Kubogi musobaqasini tashkil qildik. Bu musobaqada qo'shni mamlakatlar mehmon bo'lib ishtirok etib ketishdi. Lekin o'zim bilan birga o'sgan tengdoshlarim nimagadir ushbu musobaqaga kelishmadi. Keyin biz surishtirsak, shaxmat federatsiyasi tomonidan og'zaki taqiq qo'yilgan ekan. Albatta, menga ham takliflar kelgan. Lekin men O'zbekiston o'g'loni sifatida o'z yurtimni himoya qilgim keladi. Agarda shaxmat federatsiyasidan shunday to'sqinliklar bo'laversa, men ham opa-singil Tohirjonovalar kabi shaxmat federatsiyamni almashtirishimga to'g'ri keladi. Lekin men buni xohlamayman. Bizga ham shunchaki e'tibor berilishini xohlardik. Jismoniy tarbiya va sport vazirining birinchi o'rinbosari Ravshan Ermatov shundan so'ng Gulruhbegimning yonini olib, Gulruhbegim qaytarilishi, O'zbekiston bolalari faqat uning nomidan dona surishi kerakligi, buning uchun ularga sharoit yaratish lozimligini aytib chiqdi. Shundan so'ng federatsiyaning o'sha paytdagi raisi Aziz Abduhakimov ham munosabat bildirib, federatsiya faoliyatida o'zgarishlar bo'lishi, yo'l qo'yilgan xato kamchiliklar bartaraf etilishini aytib chiqdi. Biroq mamlakat shaxmat sohasida kutilgan o'zgarishlar ha deganda ro'y beravermadi. Javohir gapira charchadi. 2022-yil boshida esa federatsiya yana bir xatoga yo'l qo'ydi. Nodirbek Abdusattorov tezkor shaxmat rapid bo'yicha eng yosh jahon chempioni bo'ldi. Lekin jahon chempionatidan katta g'alaba bilan qaytgan Nodirbek Abdusattorovni aeroportda hech bir mutasaddi rahbarlar kutib olmagani, chempionga boshqa sport turlari g'oliblari kabi munosabatda bo'linmagani ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Aeroportda uni faqat 3-4 safdosh do'stlari
Javohir Sindorov, Jahongir Vohidov va Shamsiddin Vohidovlar Nodirbekning oila a'zolari qo'llarida bayroq bilan kutib olgan. Ammo tabiatan kam gap va o'ta kamtar bo'lgan Nodirbek Abdusattorov bunga hech qanday e'tiroz bildirmasa-da, jamoatchilikning kuchli tanqidi tez bo'y bera boshladi. Aynan mana shu voqealardan keyin O'zbekistonda shaxmat sport turiga bo'lgan munosabat keskin o'zgardi. Shaxmatchilar doimiy e'tibor markazida bo'lishni boshladi. Va albatta bunday e'tibor ham o'z natijasini ko'p kuttirgani yo'q. O'zbekiston 2022-yilda shaxmat olimpiadasi g'olibi bo'ldi. Juda xursandman, kayfiyatimga kayfiyat. Butun xalqimiz sizlarni albatta olqishlab, O'zbekistonda bugun katta bayram, tarixiy bayram. Shu yili ilk marta o'zbekistonlik 4 shaxmatchi Fight reytingida top 100 talikka kirdi. 2023-yilda esa O'zbekiston 2022-yilning eng yaxshi shaxmat mamlakati deb topildi. 2025-yilda shaxmat bo'yicha eng mashhur amerikalik Hikaru Nakamura ilk marta o'zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindorov tomonidan mag'lub etildi va 2025-yil 26-noyabr kuni o'zbekistonlik Javohir Sindorov Jahon Kubogi g'olibi bo'ldi. U finalda Xitoy vakili Wei Yini mag'lub etdi va Jahon Kubogida g'oliblikka chiqqan dunyo tarixidagi eng yosh chempionga aylandi. Va mana Javohir Sindorov aynan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan 2025-yilning eng yaxshi shaxmatchisi deb tan olindi. Bularning bari qachonlardir O'zbekistonda mas'ul tashkilot va idoralarning shaxmatga e'tiborsizligi haqida ochiq gapira olgan va to'g'ri tanqid qila olgan Javohir Sindorov va uning safdoshlari tomonidan erishilgan yutuq. Demak, o'rinli, to'g'ri tanqid siz va boshqalar uchun ko'p narsalarni o'zgartirishga qodir. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring, nigohingizni esa kuzatishda davom eting.